Hozir men ikkita mikrofon taqib olganman. Bittasi bizdan bir so'rab turishadigan 3-400 ming so'mlik mikrofon, ikkinchisi 1 yillik rasmiy kafolatga ega va 3 xil rejimda shumma podavleniyaga ega Holland Lark Cyber mikrofon. Hozir bu ikkala mikrofonni sizlar bilan ovoz sifatini tekshirib ko'ramiz. Bu birinchi mikrofonimiz, ya'ni arzonchi mikrofon. Ishlashi 5-6 soatga yetadi va 30 metrda uzilib qolishi mumkin, maksimum 30 metrgacha. Endi Hollandni tekshiramiz. Xo'p, endi Holland Lark Cyber mikrofonini eshitamiz. 1 2 3 4 5. Bu mikrofon o'zi 1 yillik ofitsial garantiyasi bor. Undan tashqari sifati ham o'shanga yarasha zarar beradigan keysi bor. 200 metrgacha masofada ovozni tiniq yetkazib bera oladi va 3 xil rejimda ishlaydigan shuma podavleniyasi. Uni programmasidan o'zgartirsanglar bo'ladi. Shuma podavleniya yoqish uchun sari knopkani bitta bosamiz, o'zi yonadi va atrofdagi shovqinlar pasayadi. Tiniq ovozga ega bo'lasiz. O'zi mana shu oddiy mikrofonni ham klientimizga tashab ketdilar, o'zlariga olgan ekanlar, ovozi umuman yoqmadi, kelib siraz boshqasiga alishtirib olib ketdilar. Buni bizga tashab ketdilar, shu klientlarga ko'rsatinglar, sifatini ajratishdan. Bir xillarga mana shu ham yaxshi hisoblanadi-da. Lekin yaxshi mikrofon ishlatib ko'rgandan keyin o'sha sifatini bittada ajrata oladi.